Hammaga salom. Bu Adliya Digest. Adliya vaziri Akbar Tashqulov Toshkent shahar Yashnobod tumanida bo'ldi. Tadbir davomida tumandagi 4-son ichki ishlar bo'limi faoliyati o'rganildi. Xususan, fuqarolardan 102 raqami orqali kelib tushayotgan xabarlar bilan ishlash jarayoni, murojaatlarni qabul qilish tezkorligi va sifati atroflicha tahlil qilindi. Yashnobodda Adliya vaziri, tuman hokimi va boshqa mutasaddilar tomonidan fuqarolar uchun sayyor qabul tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi Respublika mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori yuzasidan Yashnobod tumanidagi Respublika kasbiy ko'nikmalar markazida fuqarolar uchun sayyor qabul tashkil etildi. Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertlik faoliyatini rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash jamg'armasi faoliyatini boshqarish kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda jamg'arma faoliyatini boshqarish va uning mablag'laridan maqsadli foydalanish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Muhokama davomida kengash a'zolari tomonidan jamg'armaning 2026-yil uchun ajratilgan mablag'lar smetasi tasdiqlandi. Adliya vaziri o'rinbosari boshchiligida Davlat xizmatlari markazi va FHDO faoliyati samaradorligi tahlil qilindi. Adliya vaziri o'rinbosari Numo Muhammadiyev boshchiligida Samarqand viloyati adliya boshqarmasida tuman, shahar adliya bo'limlari ishtirokida Zoom yig'ilishi o'tkazildi. Unda tizimdagi muammolar, Davlat xizmatlari markazi va FHDO faoliyatida ko'rsatilayotgan xizmatlarni sifat jihatdan yaxshilash, o'z ustida ishlash, bilim va malakani oshirish zarurligini ta'kidladi. Adliya vazirligi mas'ullari Navoiy viloyati adliya boshqarmasi tizimidagi xodimlar bilan uchrashuvlar tashkil etdi. Muloqotlar davomida sohada mavjud tizimli muammolar va ularni bartaraf etishga oid belgilangan choralar, korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik hamda unga qarshi kurashish, xodimning mehnat intizomi va odob-axloq qoidalariga rioya etish, huquqbuzarlikning barvaqt oldini olishga doir masalalar muhokama qilindi. Adliya vazirligi huzuridagi qonunchilikni tahlil qilish va tartibga solish ta'sirini baholash instituti hamda Toshkent davlat yuridik universiteti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Memorandumdan ko'zlangan asosiy maqsad tomonlar o'rtasida normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda o'zaro hamkorlik qilish, baholash, normativ-huquqiy hujjatlarni qo'llash va ta'sirini o'rganish sohasida o'zaro ilmiy ishlarni amalga oshirish. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring va rasmiy sahifalarimizga a'zo bo'ling.